Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana 5-fasonimiz ham bitdi. Ko'pchilik kommentariyada yozgan ekan, qani to'g'ri chiqdimi yo'qmi ko'rasizlar. Shu fasonni kutganmidinglar? Mana shu 5-fasonimiz shunaqa holatda, juda ham bir ajoyib holatda chiqdi bu. Ko'rib baho berasizlar. Layklarni qo'llab-quvvatlanglar mana. Ishonchli bo'lish uchun mana o'sha haligi delali baliqtanga mana bu maraqand nimalar. Mana bu 5-fason. Mana bu palma. 6-fason qoldi. Uni xudo xohlasa hali yangilik bo'lib qolsa unga qilinadi. Hozircha to'xtab turibdi. Mana bunga ham to'xtalib o'tib ketamiz. Qanaqa chiqibdi kosmosimisan shuni. Tilla rangli lentalar berdik. Oldingilarga qora bilan mokri berilgandi. Mana bunga mokriga tilla rang qilib qildik. Maraqand naqshlar bilan ko'rib baho berasizlar. Xo'p, bizdan kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyada yozinglar ham qanaqa chiqibdi.